Salam to'rdoshlar. Bugun shu yangi sistem qiziqgan vaqtimda, ya'ni xotir kompyuter olamdi, ishlar kompyuter olamdi. Kompyuterning sistemini zavodda qaytganda yoki shu bir rayonlik, ya'ni rayonning o'ziga sistem qachilangan kompyuterlarniki rayonni bilish usulini so'zlamoqchi. Odatda men xotir kompyuterlar ko'pincha zavoddan chiqqan vaqtimda rayonning o'ziga mumkin sistem qachilanib, organ sistemasi qachilanib, bir rayonlar chiqadi. Ya'ni 200 holatda chiqadi bu. Buni ham de rayonga o'zimiz bilamiz-ku. Ya'ni shu sistemni zaxmaga uchratmagan asosda, ya'ni qayta sistem qachilmay turib yoki WinP barmoq diskidan qo'zg'algan sistemga kirmay turib, rayonga bilish usuli bor odatda. Ma kompyuterda hozir kichikroq bir diski bor. Kichik disk bo'lsa-mu, men maqsad shu rayonga arishishni ko'rsatish uchun hozir men sistem qachilmay turib rayonga arish usulini ko'rsatmoqchi. Hozir manda bir tal barmoq diski bor. Mao rayon, moddiy rayon barmoq diski. Mushta ahlasida shu rayonni sistem qachilmay turib rayonga arishni bir ko'rsatib o'tay. Buning uchun oldindan shu sidiyani deganning 10 kun qismini besib gölliga kiramiz. Gölliga kirgandan keyin hozir Mao sistemning Mao boshqaruvchi oldi kirdi. Bu yerdan Sipangolga kirdik. Mana bu yerdan hamda Sirayoni bishadan Yasochvan mushalatda arimiz rayonga. Mana bastok. Kompyuterning sürüsel aslı olgandan keyin bu diskning bo'shlig'ini hozir hisoblayotdi-ku mana. Necha bo'shliqni arasak bo'ladi deb. Hozir mana eshib qolgan bo'shlig'i 55 chi bo'lgan bo'lsa, eshib qolgan bo'shliq qarab baqala. 25 chi bo'shliq bor ekan, unda bo'lganda buningga shu 10 ni arayla. Mana 10 bo'shliq arilib bo'ldi. Ham buni biz rayonga olib bo'lgandan keyin qaytadan bo'shliqni bilib oldik. Endi qaytadan mana ishlakli bo'lgan holatga kelamiz. Chaqilmaymiz, keyingi qadam bo'ldi. Besvatdoq. Bilib bo'lgan rayonni formatlayotdi. Bo'ldi, bilib bo'ldi. Endi qarasak, mana bu yerga Chi rayon deb rayonni biz paydo bo'ldi. Demak, ma kompyuterning diskisini sistem qachilamay turib, sistem holatda yana bir rayonga arib oldik degan gap. Endi bu yerda bir masala chiqdi. Masalan, kompyuterda bir kalüji bor, ondan barmoq diski bor. Bular D, E, F degan mono 3 tal diskining ismini ishlatib bo'ldi. Ishlatib bo'lgandan keyin mana F ning keyindan E, G, G rayon deb tonidi. Hamda mushtabab qolsa, bu mening D diskam yo'qolib ketdi deydigan bir qarashlar bor. Masalan, hozir men barmoq diskini tatib o'tay. Tatib olsam mana rayonni hargiz D ga o'zgarib qolmaydi. Chunki bu D degan xat bor. D degan rayonning ismini ishlatib qo'yganligi uchun bu o'zgarmaydi. Unda qanday qilamiz deganda, bu yerdagi C, D degan harflarga eslab olmasak ham bo'ladi, lekin biz ko'nib qolganligimiz uchun shunday holatda ishlatishga moslashmasak bo'lmaydi endi. Buni o'zgartirishning usulimi mishani o'zgartimiz. Masalan, hozir D rayon yo'q shunaqa. Mening o'zini yana G rayon deganning 10 kun qismini besib, ganga cho'donchi
Chudongchi Hao He Lujing degan ma'noni bosgan ekan. Bu yerdan ji deydi. Gingay ma'noni bossak va Dirayn bu yerda bor. Di degan xat. Ma'ni ishlatib mana ma'ni dega o'zgartib oldik. Endi mana bu barmoq dizgini qaytadan solsam qaranglar qanday chiqadi. F deb ma'lat tundi. Ma'lat tundi. Şuna bu yerdagi mana bu C D E F D degan buningga D diskan manda vosulti, anda vosulti deb muqim bir belgilab qildigan xato qarashni shakllantiramisak bo'ldi. Buni qo'lda o'zgartirib bo'ladi. Qo'lda o'zgartirib bo'ladi. Şuna shundaq diskining ismini o'zgartiradigan, ondan rayonga oriydigan mushta ishlarda detal ishlatmay turib, Windows'ning o'zining ixtiyoridan foydalanib rayonga oravasanlar bo'ladi. Texnik ko'p nadir kompyuter bilimlari, yan fon bilimlari lazım bo'lsa, qutar salonda ayrilmanglar. Xayr xo'sh.